Shahrisabzda kutilmagan voqea ro'y berdi. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, kanalda yangi bo'lsangiz obuna bo'lishni unutmang. Barchani Xudoyim o'z panohida asrasin. Shahrisabz shahrida ro'y bergan yong'in to'g'risida ma'lumot berildi. 30-iyun kuni soat 20:50 da Qashqadaryo viloyati Shahrisabz shahri Kesh mahallasi va Ipak yo'li ko'chasida joylashgan ikkita do'konda qandolat va quruq mevalar yong'ini sodir bo'lgani to'g'risida favqulodda vaziyatlar boshqarmasiga xabar kelib tushgan. Shunga ko'ra 4 ta yong'in qutqaruv ekipajlari soat 20:53 da voqea joyiga yetib borib, yong'in soat 21:03 da qurshab olingan va soat 21:10 da to'liq o'chirilgan. Yong'in natijasida do'konning taxminan 30 kvadrat metr maydonda tom va ichki qismlari yonib zararlangan. Yong'in oqibatida tan jarohat olgan fuqarolar to'g'risida ma'lumot kelib tushmagan. Hozirda yong'inning kelib chiqish sabablari hamda zarar miqdori aniqlanayotgani ma'lum qilindi. Sizlarga bugun yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarimiz shundan iborat edi. Salomat bo'ling. Bizni kuzatishda davom eting.